Qizim, men senga kimman? Dadammi? Xotini? Yana kimman? Ukam onasi? Ha, yana kimman? Buvimmi qizi? Buvimni qizi. Xo'sh, yana kimman? Ayam. Ya? Ha, bo'ldimi? Faqat ayami? Men seni shuncha katta qilib, kechalar uxlamasdan qo'limda ko'tarib chiqqanga faqat ayami, a? Yo'q, aya, siz sababi ukamni ayasisiz. Shunda ikki kishini ayasisiz. Rosti aya ekanmiz-da. O'zimni boqib olingandek his qilyapman. Xo'p, unda bu kim? Bumi jannatim dadajonim. Qani. Yaxshi. Ey dadasi. Короче, keyingi safar o'zingiz tug'ing, tushundingizmi? Jonim mana. Ashalim mana. Shakarim, go'zalim. Jonim mana, ashalim. Dadasi? Men-chi? Sen kimsan? Tanizam? Yur, marojni yeymiz. Yonma-yo. Tikka sotib ketdi-ya. O'sha gap aya, yugurganniki emas, bu yurganniki. Kim? Yuring dadajon, marojni. Au. Opala, men ham bunaqa xo'rak otmayman-da. Voy xotin! Voy xotin! Soat 9 bo'ldi, hali yotibsanmi? Yo'q, balla, mol yo'qlaydi. Xo'jayin haydab bor. Turi, ona. Xo'jayin haydab bor, soat 9 bo'ldi. Dadasi, siz ayollarning logikasini tushunmaysiz-da. Nima? Logika. Nima ekan o'sha ayollar logikasi? 20 yoshimgacha ota-onam boqdimi? To'g'rimi? Ha. 20 yoshimdan 50 yoshimgacha siz boqasizmi? Ha, to'g'ri. 50 yoshimdan keyin bolalarim boqadimi? Undan nimaga kerak menga ishlash? Yo'q. O'zimni borib bir lahza lo'qday his qildim-da. Surildi.